Melbetda depozitingizni darhol 130 ga oshirib, 290 ta bepul aylanishga ega bo'lishni xohlaysizmi? Ushbu videoda men sizga bonusingizni qanday qilib atigi bir necha daqiqada faollashtirishni va oyinni afzallik bilan boshlashni batafsil ko'rsataman. Bonusingizni kafolatli olish uchun ko'rsatmalarga diqqat bilan amal qiling. Ro'yxatdan o'tish bu birinchi qadam. Tavsifdagi havola orqali Melbetning rasmiy saytiga o'ting. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing va siz uchun qulay usulni tanlang. Telefon raqami orqali, bir marta bosish orqali yoki to'liq shakl orqali mamlakat va hisob valyutasini ko'rsating. Promokod uchilibni albatta kiriting. Aynan shu kod bonusni faollashtiradi. Kazino yoki sport garovlari uchun bonus turini tanlang, shartlarga rozilik bildiring va davom etish tugmasini bosing. Keyin hisobingizni qulay to'liq usuli bilan to'ldiring. Bank kartalari, elektron hamyonlar yoki kriptovalyuta orqali. Bonus avtomatik tarzda to'ldirgandan so'ng darhol hisobingizga tushadi. Masalan, agar siz on depozit qilsangiz, qo'shimcha ravishda 23 gacha olishingiz mumkin. To'liq usulini tanlang, summani kiriting va to'lovni tasdiqlang. Pul va bonus bir necha daqiqada hisobingizda paydo bo'ladi. Endi siz garov tikishingiz va yutishingiz mumkin. Masalan, 1.6 va undan yuqori koeffitsiyentga ega 1-2 garovlariga tikishingiz mumkin. Agar birinchi tikish yutqasa, Melbet uning summasini bonus hisobingizga qaytaradi, 100 yevrogacha. Bu orqali siz deyarli xavf-xatarsiz o'yin boshlashingiz mumkin. Omad tilaymiz va katta yutuqlar bo'lsin.